Salam tordaşlar. Hemmeğinler cevap güzel olsun ve şayalık dostumlar Aygül'den hemmeğinle mikrim bir daha salamlarım yasas tordaşlarım. Bugün şu şayadın bir 100 kilometre jiraklıkta Öşkü öldü deydiğim bir yer var. Öşkü öldü deydiğim. Bu şeye buna bir ağacım banka dişlaydı. Atamdan ki hem de enisinin ayalı. Bizim öyge kilenedi bu ağacımız. Banka dişler vakti 28 yıl oldu. Öşkü öldü deydiğim bu şeydeki yazığa Gonzozu olup, mesela hizmet grubu olup işleydi. Şu ağacım ne? Şu 100 kilometre jiraklıkta ekip koyuldu, iş ornuga ekip koyuldu geldi. Ekip koyuldu kelgach, şundaq bir zopun tatqan geldi bu güzel joyda. Burun men şu atanchi sağlamlık dokunun aşmasda, kesel olmasda, ağırlıkta deb bemar bo'lmasda, to'ychaylik mashinada turdoshlar, o'zim yolg'iz bir ayol, şu 6-7 yoshli qizimni to'ychayga selib mashinadan keyin kirlik satitda, kirlik setib şu jangalda, ko'rayotganingdek, mana şu jangalda manadan to'ychaylik mashinada. Bu ne fkan desizlar, bu Shayanay'niki to'g'raq makoni. Şu takli makan qumliqqa joylashgan to'g'raq makoni, bu to'g'raqliq. Bu endi sayohat o'rni hisobda. Şu Şinjan'ın her qaysi joylardan şu to'g'raq bayramiga ishkir o'lkildan keladi bu yerga sayohatchilar. Hozir ko'rayotganingdek turdoshlar, men şu jangallikda hozir yerga tushdim. Endi bu tuproqni, bu mahallani, şu yezidagi bo'lgan barcha dehqonlarni shunchalik yaxshi ko'raman. Men hozir atrofim jimjit, hech nima yo'q turdoshlar. Konunun bir gibi var turdoshlar. O'tgan kuningni unutma, chiq cho'rg'ini quritma deb. Bugun şu jangallikqa kelib, şu burunqi o'tgan kunlarimni shundoq bir o'ylab qoldim. Men şu yo'lda japa tortib, yo'ldoshim yo'q bir balam bilan 6-7 yosh kirgan bir qizimni to'ychalik mashinaga besib, mashinaga o'zim yolg'iz tijoratga keldim. Nurg'un filserlerim meni şu vaqtimda siz jangallikda yolg'iz mal satamsiz, xonim, siz o'chki satamsiz, qo'y ep satamsiz deb mushundaq degan to'rdoshlar bo'lgan. Endi men o'zim yolg'iz bir ayol kishi to'ychalik mashinada jangallikqa ketib borman. Shayanay'da 130 kilometr keladi jangallik desam, endi menga ish chaqirtib yaqinlimi bo'lgan. Aşağıda siz nima satsiz, o'chki satamsiz degandan bo'lgan. Shu kunlarimni mana shu go'zal yo'llarga kelib, sizlar bilan bahirligash eslab qoldim turdoshlar. İnsan yaxshi yo'lda tirsak birdikan. Shuncha yaxshi yo'lda tirishibdiman, shu aydan arilib 2019-yili 2-oyda Irim xotellik dedim, xoteldan keldim. Boshqa bir ayolga buzulganlik sababidan endi turmushimiz vayron bo'lgan. Undan keyin ajrashib bo'lolmay 5 yil o'tdi. 5 yil tashlabdi-da, endi meni bir bola bilan mush xotellik 5 yil tashlabgandan keyin men o'zimning kuchiga tayinib, to'ychaylik mashinani elishdan burun ko'chada mana qo'sh qatlandigan qumush garbatni qo'yib, yaymichilik qilishga boshladim. Yaymichilikdan taraqqiy qildim, xalqning mashinasiga maosh berib ishlatdim. Undan keyin to'ychaylik mashina oldim. To'ychaylik mashinani men mush jangallikda, mush tuproqda pul topdim. Shu siyoset navbak 10 keldi. Dehqonni uyingdagi benchini o'zgartib bo'chan qo'ysa, sijanto qo'shkirlik solasan, bo'changning tepsiga u burningni chaqib matni o'ntisan. Safa qo'ysa, lufa uyda yasaysa degan siyosatlik kelib, endi men shu to'ychaylik mashinada kirlik setib, shu vaqtimda men eyimga topamadim desam 20 ming, bo'lmasa 25 ming, 30 ming ashna kirim qildim. Shu kirlikchilikda mush jangallida mushada topdim-da, atiganlik 8 yil aydab kelsam, mashinani shayoqdan kech soat 11:30 ga anadagi shayoqqa bordim turdoshlar. Tirishqan birma deb degan to'q. Shu kunlarimni o'ylab turdoshlar, sal hayajonlanib qoldim, jiq tutib qoldi. Mush tabiiy manzillarni ko'rib, shu kunlarimni o'ylab, shu o'tgan kunlarimni eslab qoldim turdoshlar. Sizlar bilan bahirligim keldi. İnsan yaxshi yo'lda tirsak birdikan, partiya, hukumat yaxshi yo'lda tirsak har qanday yerda yaxshilik bor ekan. O'zim yolg'iz bir ona men. Mening yosh, mening mana to'y qilgim keladi, mening muhabbatli turmush kechirgim keladi. Nimishqa? Men bir balam uchun tirishay. Xalqning balasi xalq yaxshi ko'rmaydi ekan. Eng avval pulim bo'lsin. Pul bo'lgan vaqtimda har joyda odamlar inovat bo'ladi ekan. Pul bo'lgan chog'da urug' tuqqanga yaqin keldi ekan. Pul bo'lgan chog'da alog'ini pul xashlab bersak yaqin bo'ladi ekan. Pul topay degan ideya bilan men hozir yo'ldoshim yo'q. 7 yil bo'ldi. Men yo'ldoshim yo'q, turmush kechirayotganim. Men turmushim to'g'risida azaldan to'r dunyosiga chiqib so'zlamaydim. Bugun mush yo'llarga kelib, o'zim yolg'iz shu jafo topgan kunlarimni o'ylab qoldim. Shuni sizlar bilan ambahirlarman to'g'ri chiqib qoldim turdoshlar. Shu Shayanay'niki, to'g'raq makoni, takli makonga joylashgan. Shunchalik go'zal bu yer. Mush jangallikda, shu dehqon onam, dehqon dadamlar meniki ekegan kirliklarini elib, ular xo'sh, bozorga bormay. Men ekilib bular satqanga men xo'sh, mushundaq bir-birimizdan manfaatlanib,
pul tep qo'yib ekanman, yurakdan masala ko'rildi, yurakdagi tumor itilib qolib, ikki tal tomirni operatsiya qildi. Urumchi doktorxonada u yerda yotdim. Shu tep qo'ygan pullarim shu o'zimga asqatdi. Endi bugun kunga kelib, mush Abdulla Mahmud ustamniki atachi mahsulotini yeb, haqiqiy mush qalqansimon baz o'smam, haqiqiy saqayganlik uchun, yurak yaxshi bo'lganligi uchun men atachining sog'lomlik do'konini Shayanaysiga ochdim. Do'konim 125 ming pound do'kon to'rlashlar. Bir tarafda atachi bor, bir tarafda mush Guangzhou ishkir o'lkadan chiqqan ishkirga kirib chiqqan mollarimni nima aşağıdan çıkan sıcento, safa yapmış, boçan yapmış, her xil toyluqçılığa kirlik aşındaq malını alıdı. Bir tarafta ataçı var. Muşundaq dükandan 125 bin pound dükan et açtım tordaşlar. Maşinam boptu. Şu 6-7 yılda yakın. Yalğız 5 koy pulum yoktu yançığımda. Şu 7 yıl jaryanında öy ettimen, ziminlik dükan ettimen, maşin ettimen, dükan ettimen. İnsan tırsı birdike. Men izchil ko'rayotgan tordoshlar o'qib qolsa, men haqiqiy yuragimdan chiqib so'zlayman, yolg'on gap qilmayman, xalqni aldamayman. Chunki o'zim nurg'a ish ko'rdim. Garchi yoshim 30 necha yosh bo'lsa-ma, ko'rgan kunim ish qilib 70 yosh kirgan odamda kun ko'rdim tordoshlar. Shunga mana haqiqiy qalqansimon bazga qartam bir yaxshi manfaat qilgan bir mahsulot ep yapaqay desa. Başpətdə ündüdar numurum var. Telefon numurum 150 99 29 79 79. Muş telefon numurumni ündüdar quş arqılıq məsləhət sorab yaqsanlı buludu tordaşlar. Muş Xotandagi danlıq tibabat alimi, yeni mutaxassis. Muş Abdulla Mahmud ustamniki muş Atachi markasidagi g'oddi sartan mahsulotini yap ko'rib qishinglarni chin yurgimdan tavsiya qilman. Chunki men ashna kasal bo'ldim. Mena Shanxayga 2-oyning bir berib tashutdim. Qalqansimon baz o'sma hech qandaq yo'q darajada chiqdi. Ben baş qalqansimon bazı to'g'riliq tashuvgan qog'ozimni yo'llab qo'ydim. Tor dunyosiga sirib ko'rib baqsaqli bo'ladi zo'pillarimni. Mush qizg'anim haqiqiy saqayibdi. Meni o'sma kasalliklar doktorxonada mushna diagnoz qo'yilibdi-ka deydigan tordoshlar o'qib qolsanglar. Undidarda boshpatda numurim bor. Ikkilanmay qo'shinglar. Bani bor deb chiqaman, tor dunyosiga yo'qni yo'q deb chiqaman. Ammo do'yin ishonmanglar. Do'yinda so'zlayotgan xalqning hammasi 80% yolg'on gapni chiqadi. Men o'zim kasal topdim tordoshlar. Ben özüm kesel tattım, bana badep çıkımen, doktor neziriye sözlügen bolsa, ben şu keselini emeliyatta ötkezdim, başımdan ötkezdim şu keselini. Şunun üçün, başpatki ündüdarımını koyuşup, azık telefon numarını koyuşup, arkalık alaqılışıp, ben bilen bir yaprak mılamış kalkansıman bez ösmü qatta men özüm 3. dereceden tötkü qarab menip, ma tarpim 2, ma tarpim 3, aşağı halatda men bir gada muneç payda qilib, muş gada muneçem yo'q edi tordaşlar. Şu nurg'un kunlarimni yolg'iz o'tkazibdiman, shuncha vala jabr tortibdiman, kasal bo'libdiman, saqayibdiman, yurakni yaxshi qilib qilsam qalqansimon ba'zi o'sim bo'lib ketdiman. Buningdinmi saqaydim. İnsanning niyati yaxshi bo'lsa, ama shundoq saqaydi ekan. Men saqayib qoldim. Endi birinchidan opam yo'q, opamma yoshlam mana shu rak kasal bilan o'trak bilan qazo qilib tugab ketgan hozir 9 yil bo'ldi. Bir balam bilan 12 yoshga kirgan qizim bilan turmush qilib yamay yo'lda mangmay, yaxshi yo'lda menib tirishib ekanman. Xalqninki qo'llashiga erishdim. O'zimning yutidagi xalq qo'lladi. Mana shu kirlik olib, ashundaq qo'lladi. Men shu kirlikchilikni ko'tarildim. Kirlikchilikni ko'tarilib, kasal tatib, saqayib mena özüm %100% ünümünü kökeşke Abdullah Mahmud ustamniki Atachi sağlamlık dokununu açtım Shayanaysiga. İşkilenmey tordaşlar. Ben şu başpatki ündüdarını koşup muş kızvala haqiqiy sözlepti, Shanxayga beripti, neticesini yollapti deydigan tordaşlar. İşkilenmeymiş qalqansimon baz o'smik qatta. Mahsulot neysen bo'ladimi? Ma mahsulot neysen bo'ladimi? deb do'yindagi quruq gap ishonmanglar. 85% do'yi yolg'on. Rostga chiqilgan odam nayt az tordaşlar. Ben özüm kesel topqan keyin bani badab chiqdim hozir qadar. Başpatki numarimni aloqalash orqali aloqalashsanglar, Shinjongning bütün yerga sepberdim. Bir xalq norozi bo'lganda, hammasi uni meni ko'ryapti, tordoshlar. Rahmat.